Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, efirda Agar ko'rsatuvi. Bugungi mavzuimiz adabiyot va kitobga bo'lgan muhabbat, so'z sehri hamda ma'naviyat qudrati haqida. Chunki haqiqiy adabiyot inson qalbiga nur, tafakkuriga ozuqa beradi. Va bugun aynan mana shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun o'zbek adabiyotiga bo'lgan e'tibor avvalgidan qisman oshgan desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Kelinglar, eng avvalo adabiyotni xalq hayotidagi o'rni va ahamiyati haqida suhbatlashsak-da, keyin yana savollarga o'tamiz. Birinchi navbatda bu narsa hukumatimiz tomonidan juda keng targ'ibot tashviqot ishlari, juda katta bir yordam, dastaklar orqali juda bir yaxshi natijalarga erishyapmiz desam bo'ladi. Mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugungi kunda qo'limizda qaror bor. Ya'ni 2023-yil 11-sentyabrning 300-sonli qarori bilan 24-25-yillar oralig'ida o'zbek adabiyoti xazinasidan rukni ostida butun jami o'zbek adabiyotini qamrab olgan holda 200 jilddan iborat o'zbek adabiyotini nashr qilish to'g'risida qaror chiqdi. Albatta bu qaror yuzasidan katta ishlar hozir olib borilyapti. Mana bizning qo'limizda hozir 66 ta mumtoz adabiyotimiz namunalaridan iborat ro'yxatimiz bor va shu ro'yxat bo'yicha ishlayapmiz. Bu yerda atoqli olimlarimiz, yozuvchilarimiz, to'plovchilar, nashrga tayyorlovchilar, katta bir komissiya tuzildi, ro'yxati tasdiqlandi. Kimlar qaysi jild ustida ish olib borishi ma'lum bo'lgandan keyin bu materiallar bizga kelib tushdi. Bu komissiya mana O'zbekiston Fanlar akademiyasi, shuningdek yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda faoliyat olib bormoqda. Bugungi kungacha hozir ham faoliyatda. Mana shu jildlarni to'plash, materiallarni to'plash, ular ustida ishlash, muharrirlarni, nashriyotdagi xodimlarni domlalar bilan bog'lanishi, ma'lum bir savollar chiqib qolishi mumkin, jumlalar bo'lishi mumkin, tushunmovchiliklar, mana shularni bartaraf qilish uchun bularning ustida katta ish olib borilyapti desam bo'ladi. Mana shuni yuzasidan hozirgi kunda, bugungi kunda biz 12 ta 200 jildlik yuzasidan 12 ta asarimiz nashrdan chiqdi. Bu jarayon davom etmoqda va yangi yilgacha biz ancha muncha, ya'ni qo'limizdagi materiallar tayyorlanganlari, tayyorlari hisobga olingan holda 40 dan oshiq kitobni nashr qilishni mo'ljallab turibmiz. Aytish kerakki, bu 12 ta nashr qilingan kitobning ichida o'sha qadimgi turkiy tildan boshlanadi. Ya'ni Nosiruddin Rabg'uziyning Qissasi Rabg'uziy asari, Devon-i Lug'oti turk asari, Hibatul Haqoiq asarlari, ana undan keyin Lutfiy, Gadoyi, Husaynboy Qaroning yozgan g'azallari, devonlari kirmoqda. Undan keyin Alisher Navoiy, tabiiyki, Alisher Navoiyning o'ziga 10 ta jild ajratilgan. Bu yerda Alisher Navoiyning butun hamma asarlari, jumladan tazkiralari, nasriy asarlari, chor devoni, xamsasi, butun mumtoz adabiyotga doir mana shu hamma figuralarni qamrab olishga harakat qilyapmiz. Bizda masalan shu 200 tomlik mumtoz adabiyotdan tashqari yana boshqa loyihalar ham bor va bu loyihalar mana shular bilan baravar olib borilmoqda. Bulardan biri Kitobxon bolalar loyihasi. Kitobxon bolalar loyihasida ikki xil turdagi kitoblarni qamrab oldik. Ya'ni plus 7 yoshdagi formatdagi, ya'ni kichik yoshdagi bolalar uchun hamda plus 12, ya'ni kattaroq yoshdagi bolalarni qamrab olishga harakat qilganmiz. Bu asarlar Kitobxon bolalar loyihasida 100 ta tomga chiqarishni mo'ljallab turibmiz. Hozirgi kungacha bizda 68 ta asar jamlandi. Bu asarlarning hammasi o'zimizda ijod qilayotgan, O'zbekistonda yashab ijod qilayotgan yozuvchilar, shoirlarning asarlari hisoblanadi. Bu rukun ostidagi kitoblarni o'ziga xos tomoni shundan iboratki, bu rukundagi kitoblarda hammasida rassomlar bilan alohida ishlangan. Ya'ni bolalarga mo'ljallangani uchun kichkina yoshdagi bolalarga masalan kattaroq shriftda har bitta betida rasm bilan, yoshi kattaroq bolalarga plus 12 formatdagi bolalarga har 6 bet, har 8 betdan keyin rasm tashlanib,
shriftlari kichikroq tarzda, ya'ni o'ziga xos tarzda, ya'ni qonun qoidasiga rioya qilgan holda biz nashr qildik. Hozirgi kunda bu kitobxon bolalar loyihasida bizda rasmi chizilgan holatda juda chiroyli shaklda 20 ta kitobimiz bosmadan chiqdi. Undan tashqari buyuklar bolaligi degan ruknimiz ham bor. Bu rukn ostida biz O'zbekistonda yashab o'tgan ajdodlarimizning hayoti haqida bolalarga sodda, ravon tilda, ularning tilida so'zlab beradigan badiiy asarlar yaratish xususida, ya'ni ijtimoiy buyurtma berildi yozuvchilarga. Bu xususda yozuvchilar mana shu mavzuda asarlar yozishdi. Bu O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga kelib tushgandan keyin ekspertlar qarori bilan, ya'ni ekspertlar ma'qullagan holatda nashriyotga kelib tushdi. Bu yerda masalan Avloniyning bolaligi, mana Dilshod akani ijodiga mansub Avloniyning bolaligi degan kitobimiz bor. Undan tashqari Xudoyberdi To'xtaboyevning bolaligiga atalgan Bolajon bobomning bolaligi degan kitobimiz bor. Xurshid Do'stmuhammadning asarlari. Undan tashqari mana Muazzam Ibrohimovani Onko Tirrancha yoki Ibn Sinoning So'nggi kashfiyoti degan kitoblari bor. Ya'ni ko'rib turganingizdek janrlar xilma-xilligi. Bu yerda fantastik asarlar bor. Roman tarzda, hikoya ichida hikoya tarzida yozilgan juda chiroyli, badiiyat jihatdan juda yuqori talabga javob beradigan asarlarimiz bor. Bu kitoblar ham xuddi boyagi kitobxon bolalar loyihasidagi kabi bu buyuklar bolaligi ham xuddi shunday badiiy jihatdan bezatilgan, rasmlar chizilgan. Ya'ni bizga ma'lumki bolalar ijodida asosan vizuallikka, ya'ni qo'lga olganda o'sha voqeani rasmda ko'rish, harakatli nimalarga juda e'tibor beriladi. Shu jihatdan ham shunga urg'u berishga harakat qildik. Bu asarlar o'zbek adabiyotini bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan kitob bozorlarini boyitishga, keng kitobxonlar ommasi uchun mo'ljallanganligi sababli kitobxonlarni xursand qilishga qaratilgan. Hozir siz sanab o'tgan kitoblarni to'g'risi har bir menimcha kitobsevar tomoshabinlar ko'rgisi, o'qigisi kelgan bo'lsa ajab emas. Chunki ayniqsa mana shu buyuklar bolaligini darhol o'zim ham qanday bo'ldi ekan, qanday ko'rinishda chiqdi ekan bir ko'rgim keldi. Buni adati menimcha hali ko'p emas, to'g'rimi? Yoki allaqachon kitob do'konlariga tarqatib ulgurgan? 20 ta kitobimiz allaqachon kitob do'konlariga tarqatildi. Kitobxon bolalar loyihasi. Buyuklar bolaligi mana keyingi haftadan xudo xolasa butun O'zbekistonning kitob bozorlarida tarqatiladi. Hozir bosmaxonada eng oxirgi muqovalash jarayoni ketmoqda. Albatta bugun aytib o'tganimizdek adabiyotga e'tibor kun sayin ortib boryapti, sekin astalik bilan va hattoki bu borada 2024-yil oktyabr oyida Vazirlar Mahkamasining farmoni ham e'lon qilingan va aynan mana shu borada ham menimcha ishlar amalga oshirilmoqda. To'g'rimi? Bugun bolalar adabiyotida qanday yangiliklar? Yuqorida yaxshi fikrlarni aytdilar Lolaxon. Davlat darajasida olib qaraganda yosh avlodni kamoloti, mana bolalar kitobxonligi masalasida juda katta e'tibor berilyapti. Buni hammamiz sezib turibmiz. Kitob o'qigan bolaga mana mashina berilyapti. Oddiygina aytadigan bo'lsak. Nashriyotlarga, noshirlarga ham talablar, bir imtiyozlar ham berilyaptiki, bolalar kitoblarini, mana shu yosh avlod uchun kitoblarini mana hozir aytganlaridek bugungi zamonning talablariga mos, chiroyli dizaynlar bilan, chiroyli ko'rinishlarda, yorqin ranglarda, kerak bo'lsa har bir yosh darajasida Lola to'g'rimi? Uni shiriflari ham farq qiladi. Hozir shu darajada e'tibor berilyapti. Ilgari kitoblar bolaga chiqavergan. Hozir demak ixtisoslashgan mana shu darajada kitob chiqarish masalalari. Bu quvonarli albatta. Mana qolaversa hozirgina aytdilar, o'sha davlat tomonidan ijtimoiy buyurtma bilan biz bir qator ijodkorlar o'sha buyuklar bolaligi haqida asarlar yozib topshirdik. Bu ham endi bir rag'bat ijodkorga. Bu tomon ham yaxshi. Yorqin vakillari, ustozlar o'tib ketdilar dunyodan. Mana Xudoyberdi To'xtaboyev, Tursunboy Adashboyev, Anvar Obidjon kabi bolalarimizni joni dili, hali dilini topib yozadigan buyuk ustozlarimiz. Lekin ularning shogirdlari, izdoshlari bor, viloyatlarda bor. Ular mana qaysiki hozir Lolaxon aytgan o'sha boyagi loyihalarda o'zlarini asarlari bilan qatnashyapti.
bularni chop etilayotgani yaxshi, yozilayotgani yaxshi. O'zbekistonda hozir har yili 10 ming nomdan ortiq kitob chiqyapti. Bu juda ko'p narsa. Chunki men hisoblab chiqqanman, bir odam umr bo'yi kitob o'qisa 3 ming yoki 4 mingtacha kitob o'qiy oladi. Undan ortiq hech kim allomasi ham o'qiy olmaydi. Holbuki O'zbekiston o'zida bir yilda 10 ming nomdan ortiq kitob chiqyapti. Lekin shu 10 mingdan ortiq nomda kitob chiqayotganligi yaxshi, chunki 40 yil avval 3 ming nomda chiqar edi. Mana 10 mingtaga yetibdi, yaxshi. Lekin ularda tiraji qancha degan masala bor. Men bitta kitobni ko'rdim, 7 dona chiqibdi. Bor yo'g'i 7 dona chop etilgan. Ayrim kitoblar bor, 40 ta chiqadi, 50 ta chiqadi. Uni ham ko'pi muallifning qo'lida turadi. Mana davlatimiz rahbari odamlar ko'p o'qishidan manfaatdor va shu yangi tashabbuslarni boshladi. Ko'pincha yaxshi narsalarni kirishamiz, mana bajardik qilamiz, to'xtaymiz. Masalan, yodinglarda bormi? Bundan 5-6 yillar avval har bir rahbar o'zi o'qigan maktabga 50 tami, 500 tami kitob olib borib bersin degan narsa. Shu bilan to'xtadi qoldi-da. 1-2 yil qilindi. Mana hozir mana o'zbek adabiyotining 200 jildligini men ko'rib o'tiribman. Turibdi mana. Juda chiroyli chiqibdi O'zbekiston nashriyoti chiqargan, poligrafiyasi ham nihoyatda yaxshi. Kitob ishlab chiqarish bu daromad keltiradigan soha deb qaralmasligi kerak. Bu nech pul foyda keltiradi davlatga, qancha soliq to'laydi, unaqa emas. Ma'naviy foyda. Ha, buni foydasi keyin ko'p bo'lib keladi. Juda behisob bo'lib keladi. Eng yomon kitob bo'lsa ham odamni ozgina ma'rifatga tortadi. Ko'chada ko'rgan odamlaringiz ichida eng yomoni ham bolam kelajakda o'qisa ekan deydi. Eng battarin haligi bandit odam ham bolam o'qisa ekan kelajakda yaxshi odam bo'lsin deydi. Buni asosiy yo'llardan biri mana shu kitob bo'ladi. Ish bor joyda kamchilik albatta bo'ladi. Busiz iloj yo'q. Biz qachonki hech narsa qilmasakgina kamchiligimiz bo'lmasligi mumkin. Aynan adabiyotni inson hayotidagi o'rni haqida yana bir aytib o'tsak. Masalan, mumtoz adabiyot haqida gaplashamiz. Mumtoz adabiyotimiz deymiz. Aynan mana shu asarlarni bugungi avlod uchun qimmati nimada? Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tomonidan hozirgi kunda jadidlar izidan tanlovi e'lon qilingan va bu 14-15 oktyabr kunlari o'z faoliyatini boshladi. Bunda juda ko'plab respublika miqyosida juda ko'plab o'quvchilar ro'yxatdan o'tdi va ertaga tuman bosqichi bo'ladi. Ushbu tanlovni maqsadi shu mumtoz adabiyotimiz, ya'ni jadidlarimiz hayoti va ijodi bo'yicha bo'lib o'tadi. Bunda 8 ta jadidlarimiz kitoblar ro'yxati berilgan va shu kitoblar bo'yicha tanlov uyushtirilib, bu ustoz aytganlaridek kitob o'qisang spark yutasan degan naqlni davom ettirgan holda kitob o'qisang chet el sayohatiga borasan deb chet el sayohatiga yutgan o'quvchilarimiz chet el sayohatiga borishadi. O'tgan yili juda chiroyli natijalar bilan o'quvchilar mana bu yil borib dam olib kelishdi, Germaniya sayohatiga borib kelishdi va bunga qo'shimcha tarzda biz Toshkent shahar bolalar kutubxonasi tomonidan ham kitobxonlikka jalb qilish maqsadida o'quvchilarni kitobxonlik festivali o'tkazilib boriladi. Bu respublika miqyosida doimiy ravishda o'tkazilinadi. Noyabr oyida Toshkent shahriniki ushbu festivalda 2,5 mingdan ziyod o'quvchi faol qatnashdi. Sababi 5 ta tanlov yo'nalishi bo'yicha bo'ladi va bu tanlovda asosan tanlovning shartlari kitoblar ro'yxati beriladi o'quvchilarga va o'sha kitoblar ro'yxatida o'qish tavsiya etiladi. 40 dan ziyod kitoblar, 50 dan oshiq kitoblar, har bir tanlovga o'zini kitoblar ro'yxati qo'yilib, o'quvchilar juda faol qatnashib, hattoki ota-onalar kelishdi. Mana o'tgan yili ilk bor o'tkazdik 15-may kuni. U ota-onalar yana bo'lsin shunday deyishadi. Men bundan juda xursand bo'laman, chunki ota-onalar ham befarq emasligi, kitobxonlikka bo'lgan qiziqishi bizani yanada quvontiradi va bizning ishtiyoqimizni yanada oshiradi. Biz hozir shunday bir zamonda yashayapmizki, smartfonlar, telefonlar bolani butun dunyosini qamrab olgan hayotda yashayapmiz. Bu jarayonda biz kitobxonni diqqatini ushlab turish uchun qattiq mehnat qilishimiz kerak. Shunday. Bola katta yoshdagi odamni aytganidan ko'ra o'zini tengdoshini qilgan ishini qilishni yaxshi ko'radi. Shunaqa. Ya'ni o'sha bolani izidan boradi. Kattani aytganini qilmaydi.
shu uchun masalan 15 yoshlarni qamrab oldi, 14 yoshlarni qamrab oldi yoki 12 yoshlilarning klubi, mayli ota onasi bilan borsin. Shu klubda masalan qanday kitoblar muhokama qilinyapti, qaysi kitoblar o'qilyapti, bugun masalan faloncha hodisani haqida muhokama qilamiz. Misol uchun shuning uchun ham bola qiziqadi. Bu ham bir yo'nalish, bu ham bir usul. Agar biz ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalana bilsak, audio kitoblar, bugun mana Mutolaa va u kabi platformalar juda ham ko'plab. Hozirda bahona qila olmaymiz. Zamon tezkor, vaqt tez, ish shiddatli. Yo'q, agar mana shu 30-40 daqiqa yo'lda yurganda mana shu audio kitob, mayli qo'lingizga kitob olib o'qishga imkoningiz bo'lmas, lekin audio kitoblar tinglash mumkin. Har qanaqasiga bizga kitob o'qish, bizga qandaydir ma'lumot qabul qilishimiz uchun sharoit yaratishga harakat qilinyapti, lekin biz o'zimiz ko'zimizni, qulog'imizni yopib oladigan bo'lsak, buni imkoni bo'lmaydi. Biz zamonaviy adabiyot, mumtoz adabiyot deymiz. Bularni o'zi aslida farqi nimada? Endi zamonaviy adabiyot bu bugungi kunimiz hayoti haqidagi narsalar. Mumtoz adabiyotda muhim bir farqi shuki, o'zbek mumtoz adabiyoti uni metodi romantik edi. Romantik metodda edi. Hozir biz realistik yo'lda ketyapmiz. Endi uni ham o'z qadr qimmati bor, buni ham. Gap shundaki, faqat bugungi zamonaviy adabiyot bilan cheklanib qolsak, bolada eng muhim narsa yo'q bo'lib qoladi. Romantika degan narsa yo'q bo'lib qoladi. Romantika bo'lmagan bola emas. Uni yosh kichik bo'lishi mumkin. Endi u bola emas. Agar 60 ga kirsa ham u odam romantik fikrlay olsa, u bola deyish mumkin. Pokiza farishtadek bo'lishi mumkin. Shu ma'noda o'tmish adabiyotimiz bizga o'sha farishtasimon odamlarni tarbiyalab beradi. Aslida bu dunyo miqyosida talash bo'layotgan narsa, kurash bo'lyapti. Unga odamlar millionlab dollarlarni tikib, chet davlatlarda bizni yoshlarimiz izdan chiqarish ko'yida. Mana shu masalada boyagi sizlar aytgan smartfondagi narsalar, uning ichidagi u animatsion harakatlarning tezligi 2 pul. Uyat narsalar bor, shahvoniy narsalar bor. Bolalarimizni qanday qilib aynishga nima ikki yo'l bo'lsa harakatini qilishyapti. Dinga tosh otib ko'radi, boshqa qiladi. Shuning uchun biz yaxshi asarlarni ko'paytirish orqaligina javob bera olamiz. Men bir o'quvchi sifatida yosh bola vaqtimda Nikolay Nosov degan rus yozuvchisini Quvnoq oila degan kitobini o'qiganman. Unda ikkita o'rtoq yosh bolalar, maktab o'quvchisi bir kichkina sandiqchaga o'xshagan narsada qutida tuxum qo'yib, qo'lda inkubator yasashadi. Shu inkubatordan o'zlari jo'ja ochib chiqaradi. Endi shu qadar jozibali yozilganki, men undan keyin uyimizdagi bitta sandiqchani buzib inkubator yasaganman. Tuxum qo'yganman. Demoqchimanki, bolani kitob o'shanaqa o'ziga tortib ketsin. Mana bugungi kunda o'zbek bolalar adabiyoti deyapmiz-ku baribir. Unda fantastika yetishmaydi. Bolalarni bir kelajak hayot haqidami? Bu fantastika degan faqat sarguzash, faqat kosmos emas u. Faqat odamlar ko'pincha fantastika desa go'yo narigi dunyo, kosmos dunyolarda yo'q. Shu bugungi hayotimizda mana Chingiz Aytmatov yaxshi ko'rsatib berdi-ku fantastika namunasini. O'sha qulayotgan tog'lar asarida, boshqada. Shu bizda ana shunday ilmiy fantastika bo'lsa, Tohir Malik vafot etib ketdi, Hoji Akbar shayxi vafot etib ketdi, lekin baribir bu yo'nalish davom etishi kerak. Qilayotgandir, lekin ko'zga ko'rinmay turibdi. Uzr domla gapingiz bo'ldi, mana fantastika deyapsiz-da. Mana hozirgi boya aytganimdek, buyuklar bolaligi ruknini o'zida 13 ta kitob agar nashr qilgan bo'lsak va bu narsa hali davom etadi aytmoqchiman. 13 ta kitobning ichida 2 ta fantastik asar bor. Bittasi Muazzam Ibrohimovaning Ibn Sinoning So'nggi kashfiyoti degan asari, ikkinchisi Qobiljon Shermatovning Ulug'bek Popkorn sayyorasida. Shu darajada asar qiziqarli yozilganki, Mirzo Ulug'bek bitta o'sha bodroqni, popkornni orqasidan daraxtning kovagiga kirib ketadi va boshqa sayyoraga tushib qoladi. Va u yerda bobosi Amir Temurning ko'rsatgan darslari, o'rgatgan ko'nikmalari asosida robot yasaydi. Bu narsa nima demoqchiman? Ya'ni bizda bor bu asarlar. Shu Qobiljon Shermatov Ulug'bek Popkorn sayyorasida asarida ham o'tmishni, ham fantastikani bog'lagan.
Bu judayam qiziqarli asar. Faqat men xohlayman shuni hamma o'quvchilarga yetib borsa shu. qarang, shunday qiziqarli asarlarimiz bor. Demak, biz istaymizmi yo'qmi internetga qaram ekanmiz, ijtimoiy tarmoqdan chiqib keta olmas ekanmiz. Demak, mana shu adabiyotlarimizni ijtimoiy tarmoqda yana ham ommalashtirishimiz kerak. Ularni targ'ibotini kuchaytirishimiz kerak emasmi? Kitob targ'iboti haqida aytadigan bo'lsak, mana saviyasi past deb aytdik. Bizni kitoblardan ancha pastroq shu turk tarjima kitoblari bo'ladigan bo'lsa-da, lekin uni sotuvda jadal ravishda ketayotganini ko'ryapmiz. Nega? Chunki targ'ibot kuchli. Targ'ibot. Qaysi ijtimoiy tarmoqda siz uni kuzatsangiz, kuzatmasangiz chiqib keladi. Har reklamada. Demak, biz o'zimizni shunday yaxshi kitoblarimizni, ayrim paytlar shunday kitoblar borligini ko'rganda quvonib ketaman. Nega buni biz bilmaymiz? Qachon chiqqan? 10 yil bo'lib qolgan. Nega 10 yilgacha biz bexabarmiz? Agar qayerdadir mayli, bir marta, ikki marta ommaviy axborot vositalari orqali berilgan bilan kim ko'radi, kim ko'ra olmaydi, o'tib ketadi. Lekin ijtimoiy tarmoqda qayta aylanib tursa, biz ongimizga singib ketadi. Qo'rqma degan kitobni o'qimagan inson agar kitobxon bo'lsa qolmadi menimcha. Chunki uni targ'iboti shunchalar kuchli bo'ldiki, uni ichida nima yozilganini sabrsizlik bilan kutib, hali chiqmasdan avval qo'rqma degan kitob chiqyapti degan bir targ'ibot ketdi. Demak, biz mana hozir mana shu allomalarimizni bolaligini biz targ'ibotini juda ham kuchaytirishimiz kerakki, har bitta ko'rgan ota-ona bolasiga bizni bobolarimizni ismidan tashqari ular kim bo'lganligini hattoki bildirishimiz kerak. Bugungi kunda aynan mana shu allomalarimiz haqida multfilmlar ham ishlanyapti. Demak, bugun mana shu har bir kitoblarimizni spektakl, kino va multfilm shakllarini ham ko'proq ommaga taqdim etsak, balkim mana shu kitoblarimiz targ'ibotini yana ham kuchaytirgan bo'lamizmi? Mana shu jihat kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? Albatta, endi targ'ibot muhim, Zuhriddin aka, haqiqatan ham to'g'ri. Hozir ayniqsa bugungi kunda hozir axborot, informatsiya u tonnalab kelyapti-yu. O'sha uchun u nimani chalg'ib qoladi, haligi ota-onalarning o'zi ham hatto bolalar bu yoqda tursin. Targ'ibot muhim. Faqat targ'ibotning yo'llari, mana boya Zuhriddin aka aytdilar, biz mingtadan bitta yo'lini qildik. Faqat mashina berishni aytdik, boshqasi. Men bir suhbatda eshitib qoldim, shuni hozir muallifi esimda yo'q. Shu kishi, shu qizimiz aytdiki, biz bir shunaqa tajriba qilganmiz o'zimiz dedi Zuhriddin aka. Taniqli mana hozir ham o'zbekni turli sohalarda, deylik, tadbirkorlar hozir kimlardir tadbirkorlarga qiziqadi, ular katta natijalarga erishyapti. Shular yoki taniqli boshqa bir sohani o'zini sohasida yuqori natijalarga, cho'qqilarga chiqqan odamlar ma'lum bir kitoblar haqida chiqib, shular o'qib yo shu kitob haqida fikrlarini aytdi. Deydi-da, shunda shu kitoblarga talab kuchayadi. juda ham. Deylik, mana tadbirkorlarimiz bor, endi men bilganim masalan Murod Nazarov bor. Shu kishi chiqib deylik bitta kitob haqida gapirsa, boringki bizani buyuklarni bolaligi degan bir kitobimizni olib, birortasini olib shuncha chiqyapti. Mana shu yerda shunaqa biz jadid bobomiz haqida yoki bir ajdodimiz haqida chiroyli gaplar yozilibdi. Shuni men ota-onalarga tavsiya qilardim desa, buni effekti, ta'siri boshqacha bo'ladi, kuchliroq bo'ladi. Bu ham bitta usul. O'sha taniqli odamlar keyin kitob o'qib, ilm orqasida, shu kitobning orqasida haqiqatdan ham hayotda katta natijalarga erishgan olimlar, allomalar bugungi kunda ham ko'p. O'shalar ko'proq gapirsa, keyin haligi qo'pol bo'lsa ham kitob o'qib nima bo'larding degan savolga kitob o'qisang mana shunday bo'larkaning degan javob paydo bo'ladi, ijobiy javob paydo bo'ladi. Oilada ham, ota-onada va bolalarning ongida ham asta-sekin. Endi Albatta. bitta nozik narsa borki, kitoblarni, yaxshi asarlarni ommalashtirish uchun ularni kinoga aylantirish yoki multfilmlar tariqasida qilish ko'rib kelyapmiz. Agar saviyali bo'lsa shunday bo'ladi. Meni o'zimni ichimda o'tgan kunlar bor. Ana o kinolar meni u kitobdan aynitadi. Birinchi o'tgan kunlar kinosi ham, ikkinchisi ham aynitadi. O'zimni ichimdagi o'tgan kunlarda hech narsaga men alishtirmayman. Alpomish bor meni ichimda. Alpomish kinosini ko'rdim.
alpomishni yerga urib yuborgan. Shunday ulug'vor eposimiz bor, dunyoga ko'taradigan narsamizni. Demak, uni haligidaqa boshqa vositalar orqali targ'ib qilayotganda uni saviyasini kerak bo'lsa ko'tarib bersin. Pasaytirib haligi ha shu ekanda kitobini o'qib nima qilasan deydigan asl mohiyatini berish kerakda uni. Shuning uchun haligi o'zi umuman rus adabiyotida Kozma Prutkov degan bir obraz bor. U yozuvchi emas, o'ylab topilgan odam. Shuni bitta hikmatli gapi bor, turli yozuvchilar uni nomidan yozgan. Yaxshi asarlarda bitta yomon tomoni borki, o'zidan orqasidan keyin son sanoqsiz bo'lmag'ur asarlar yetaklab keladi deydi. Shunga o'xshagan haligi kinolar ham bizda shunaqa bir taassurot uyg'otdi-da. Chunki mana shu Lolaxon o'sha asarda o'qisa, menikiga o'xshamagan o'z o'tgan kunlarim o'z mehrobdan chayoni bo'ladi. Albatta. Ana shu bebaho narsa. Ana shu narsani u kinolar barbod qilib qo'yapti. Shuning uchun yuksak saviya bilan olinsa, eshiklarda bormi? Abdulla Qodiriy aytgan, agar o'tgan kunlar kino qilinsa, men o'ynashim kerak degan. O'zi aytgan. Boshqa odam emas. Ya'ni birovga ishona olmaydi. Bu bebaho narsa, yurakdagi navha. Markaz ruxsat ham bermagan-ku, katta pul aytsa ham kitobini kino bo'lishga xohlamagan. U holatlar ham bo'ladi. To'g'ri, albatta, lekin mana shu Yulduzli tunlar asarini biz bola bo'lgan paytimizda video filmini onam juda ham yaxshi ko'rib ko'rardilar. Shunda birga ko'rganimizda, keyinchalik sal katta bo'lganimda kitobi qo'limga tushganda o'sha payt o'sha Boburjonga bo'lgan muhabbatimiz bo'lganimizni yoki o'sha paytdagi unga bo'lgan rahmimiz, to'g'ri, video filmda ochiq oydin ko'rsatib bera olmagan, lekin baribir o'sha holatni eslab darhol qo'limga tushgan zahoti o'qiganman. Lekin to'g'ri, video film o'z yo'liga ekan, lekin mana shu kitobga bo'lgan mehrimni o'sha video film uyg'otgan. Va siz aytgandek, o'zimni ichimda, o'zimni yulduzli tunlarim bo'lgan baribir. O'zimni Boburjonim bo'lgan baribir. Demak, qandaydir bu ham o'z o'rnida ta'sir qiladimi? Endi siz aytib o'tganingizdek, kimga qanday ta'sir qilishi? Saviyasi baland Yo'q, bo'lsa, bu ham saviyasi kerak. baland Siz aytgan bo'lsa- baribir Zuhriddin aka o'sha ekranlashtirish ham baribir ommalashtirishga, targ'ibotga foydasi katta bo'ladi baribir. Ulug'bek xazinasi mana unday qilingan. Kinosi, video film. Video filmi nihoyatda Ko'rganmiz. lekin boshqalari unaqa emasda. Shunga o'xshagan narsa. Har bir maktabda shu mana bu o'tgan yil jadidlar izdan tanlovidan keyin har bir maktabda klublar shu jadidlar bo'yicha barcha ma'lumotlarni olishadi. U klublar keyin yana Xalq ta'limi vazirligi, Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi tomonidan bir haftada kamida bir kitob aksiyasi bo'ldi. Bunda ham o'quvchilar juda qiziqish, juda anaqa bilan, haligi ishtiyoq bilan faol qatnashishdi. Chunki respublika kanallarida yoritildi. Bu har bir qatnashayotgan o'quvchi bu yerda u o'quvchiga kitob tavsiya etiladi va ushbu kitobni o'qib chiqib, o'quvchi kitob haqida qisqacha ma'lumot beradi va tavsiya etadi do'stiga. Bu ham bir targ'ibot ishlari. O'quvchilar ham hozirda kitobga ujali qiziqishi oshdiki, bu tanlovlardan, tadbirlardan keyin, lekin ijobiy natija berib kelmoqda. Ushbu bunaqalar ham. Albatta bunday tadbirlarni ahamiyati baribir katta. O'sha men aytaman, agar kimlarda kitobdan uzoqlashgan bo'lsa, ularga kitobni yaqinlashtirish kerak. Mana shu ma'noda mana Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan juda ko'plab tadbirlar o'tadi. Shulardan loyihalar, shulardan bittasi Ma'rifat Ma'naviyat karvoni. Qaysiki bu karvonda juda ham ko'plab mana poytaxtimizda chiqqan kitoblar respublikamizning turli viloyatlarida, tuman, qishloqlarigacha boradi, tarqatiladi. Shaxsan o'zimiz mana shu kitoblarni kutubxonalarga, maktablarga topshirganmiz shu jarayonda. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan esa Kitob karvoni degan bir loyiha bor. Bunda ham uyushma tomonidan, uni nashriyotlari tomonidan chop etilgan juda ko'plab asl durdona asarlar xuddi shu tartibda ijodkorlarni borib o'sha joylarda uchrashuvlari asnosida mana shu kitoblar ham sovg'a qilinadi, o'sha tarqatiladi. Bu ham o'sha kitob targ'iboti masalasida kitoblarni o'sha aholiga, xususan yoshlar qo'liga yetib borish borasida qilinayotgan ezgu ishlardan biri deb bilaman. Men mana shu 200 yillikka kirgan bitta asar haqida ikki og'iz gapirmoqchiman. Boburnoma albatta bundan joy oladi. Shu Boburnoma
butun sharq adabiyotida noyob hodisa. Chunki Boburgacha hech kim realistik asar yozmagan ekan sharq adabiyotida. U Hindistonda bo'ladimi, Yaponiyadami, boshqa butun Osiyoda Boburnoma birinchi realistik asar hisoblanadi. Buni hali yoshlarimiz ko'p o'qiydi, nasib qilsa bu lotin yozuvida chiqyapti. Mana shu 200 yilga. Qizig'i shundaki, bundan 150 yillar ilgari Angliyadagi bir xotin Anetta degan ayol va eri Serj familiyalari Beveridge degan odamlar Boburni tarjimasini birinchi Klaprot degan odam tarjima qilgan, o'shunda o'qib Boburnomani shunday qiziqib qolishganki, juda boy odamlar ekan, dengiz kemalari bo'lgan bo'lardi. Bitta juda katta kemani sotishgan. Hayotlarini xotin hamma yo'q tashlab Boburga bag'ishlashgan. Bobur falon yili, falon oyda, falon kunida, falon yerga bordim desa, o'sha endi oradan 300 yillar o'tdi-ku. O'sha kuni o'sha joyda bo'lishgan. Boburni orqasidan izlab yurishgan. Falon qaysi joyga bordim? U Afg'onistondami, hozirgi Tojikistondami, O'zbekistondami? Shuni kezib yurishgan, hayotlarini Boburga bag'ishlashgan. Endi Boburnomani teng yarmi yo'qolgan hozir. Biz qo'limizdagi shuncha katta Boburnoma aslida Boburnomaning yarmi bu. Endi shu xotin o'nlab tarixiy asarlarni o'rganib, Bobur o'sha vaqtda buni qilgan. Falon vaqtda buni qilganda Bobur tilidan Boburnomani davom ettirib yozishgan. Hali o'z tilimizga uni tarjima qilib olishimiz kerak. Adabiyotimiz tarixida bizni qiziqtiradigan son sanoqsiz narsalar bor. Agar biz ularni tushunsak, ma'naviy dunyomiz juda kengayib ketadi. Odam payg'ambarimizning asosiy missiyasi axloqni tuzatish bo'lgan. Siz axloqlarni tuzatish uchun yuborildingiz degan Alloh taolaning marhamati bor. Shunday bo'lgandan keyin kitob ana shunga erishtiradigan narsa. O'zbek xalqini qadriyatini kelajak avlodga yetkazadigan narsa eng avvalo badiiy adabiyot. Falsafa ham emas, texnika ham emas, boshqa narsa emas, badiiy adabiyot. Shuning uchun badiiy adabiyotni oldida juda katta vazifa turibdi. Yozuvchilarimiz endi ana shunga munosib va shu xalqimizni ma'naviyatini, ma'rifatini yanada ko'taradigan asarlar yozishga burchli. Adabiyotda o'zi aytganingizga o'xshab o'sha axloqni, odobni tarbiyalaydigan soha mana ahamiyati beqiyos. Bekorga oftobga o'xshatilmagan. Oftobni bir tiriklik uchun, insoniyat uchun qanchalik beqiyos bir ahamiyati bo'lsa, kitob ham insonning hayoti, ma'naviyati, ma'naviy tirikligi uchun xuddi shunday ahamiyatga ega deb aytsak bo'ladi. Albatta. Davomi sifatida aytmoqchimanki, mana bugungi kunda adabiyotimizni xoh mumtoz bo'lsin, xoh hozirgi zamonaviy adabiyot bo'lsin, xoh tarjima asarlar bo'lsin, xoh bolalar adabiyotiga doir mavzular bo'lsin, adabiyotlar bo'lsin, kitoblar bo'lsin, hukumatimiz, davlatimiz rahbari juda katta e'tibor beryapti. Ya'ni shu yo'nalishdagi asarlarni hammasi bolalarni qamrab olsa. Mana hozir bu kishi aytdilar, maktablarda jadidlar klubi tashkil etilgan. Bolalar maylida majburlasa hamda birovni g'ashiga tegsa, masalan, bolalarni g'ashiga tegish mumkin. Jadidlar nimasini o'qiyman, nima qilaman deydi. Misol uchunda, mayli majburlab baho uchun yo masalan o'qituvchini ko'ziga ko'rinishi o'sha klubga qatnashsin, o'sha jadidlarning hayotini o'rgansin. Lekin nimadir oladimi shundan? Keyin fikri o'zgaradi. Shu jadidlar klubini tashkil etish to'g'risidagi qarorni o'zi ham bir katta qadammi? Misol uchun mana shu o'zbek adabiyotini qamrab oluvchi 200 jildlik kitobni misol uchun yaratish to'g'risidagi qarormi? Shular masalan yoki kitobxon bolalar loyihasi masalan yoki buyuklar bolaligi, bu ham ijtimoiy buyurtma asosida. Shular hammasi hukumatimiz qo'yayotgan, ya'ni bolalarni kelajagi uchun qayg'urayotganidan, bolalarni kelajagi uchun mana shu kitobxonlikni targ'ib qilish uchun qo'yilayotgan qadamlar. Yana aytaman, biz bu borada hukumatimizga, davlat rahbarimizga basma-bas qadam-ba-qadam muttasil ravishda bolalarni gadjetlardan, smartfonlardan, telefonlardan, yomon yo'lga targ'ib qiluvchi kanallardan, saytlardan olib qolishni o'rganishimiz kerak. Orqaga kitobga qaytarishga biz shuni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ya'ni biz ham tizimli ravishda, muttasil ravishda ularning ongiga mana shu kitoblarning yetib borishi uchun harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta, yoz faslida bolalar ta'tilda bo'lgan payt shu bolalar kutubxonasida shunday targ'ibot olib borishdiki, u yerda qaysidir kitob taqdimoti yoki qaysidir kitob
targ'ibotini istashsa, masalan shanba yakshanba kunlari agar vaqtingiz bo'lsa keling, bizda rus o'zbek tillarida alohida zallar, keng katta xonalarda mana shunday targ'ibotlar bo'lib o'tdi va sizni o'zingiz yaxshi ko'rgan multfilm qahramonlari kutib oladi. Buni ko'rgan qaysi bola oyi meni shu yerga olib boring demaydi. Masalan uyda zerikib o'tirgan ta'til paytida. Demak, mana shunday qandaydir bir yo'llarini topib, bugungi aytib o'tganimizdek, bugungi nafaqat bolalarni, kattalarni ham e'tiborini tortish o'zi emas. Demak, mana shunday bir yorqinlik bilan hammani e'tiborini tortib va qayta mana shu ijtimoiy tarmoqsiz ishimiz bitmaydimi? Demak, aynan shunga yondoshgan holda, shundan unumli foydalangan holda biz eng avvalo targ'ibotimizni kuchaytirishimiz kerak va yana bugungi mana shu chiqayotgan asarlardan xalqni boxabar qilishimiz kerak. Mana shundagina menimcha kitobxonlarimizni soni yanada ortadi va kitoblarimizni adadini, ya'ni tirajini oshirishga ehtiyojimiz ko'proq bo'ladi. Qachonki xalq bexabar bo'lsa, qanday qilib uni sotib olishi mumkin? Mana shu aytib o'tganimdek, turk kitoblari bizni bosib ketyaptimi? Demak, ularda targ'ibot kuchli. Biz shularni o'rnini bemalol egallay olamiz va bugunda mana shu adabiyotni rivojlantirish uchun olib borilayotgan barcha ishlar besamara qolmayapti va bolalarimizni ozmi ko'pmi kitobga bo'lgan qiziqishni orttira olyapmiz. Bugun adabiyot xalq qalbining oynasi degan gapni ko'p eshityapmiz-da. Bu fikrga qanday qaraysizlar? Bu sizni nazdingizda bu nima? Adabiyot xalq qalbini oynasi. Oyna degan narsa borini ko'rsatadi. Unda olib qaraganda. Bu bir tomondan oyna degan so'z bizda ikki ma'noda ishlatiladi. Ham ko'zgu ma'nosida, ham naryoqni ko'rsatadigan oyna sifatida. Ikkalasi ma'nosida ham to'g'ri. Ya'ni xalqimizning qalbi qay darajada bo'lsa, adabiyot uni aks ettirishi bor. Ikkinchidan xalqning qalbiga yorug'lik kiritadigan bir narsa, boyaga shaffof bo'ladigan bo'lsa. Shu ma'noda bir yaxshi gap bor, yozuvchilar kishi ruhini muhandislari degan. Gap shundaki, yozuvchilarimiz odamlarning ruhiyatini bugungi ehtiyojga yarasha inkishof eta olyaptilarmi? Mana shu eng muhim masala. Agar mana bir payt Tohir Malik rahmatli menga bir gapni aytuvdiki, Tohir akaning kitoblari qo'lma-qo'l edi-ku. O'qimayapti desak, Tohir akaning kitoblari haqida ko'z tutmaymiz. Tohir aka aytdiki, agar kitobni tepasiga Tohir Malik deb yozib qo'yilsa, ichini ochsa oppoq varaq bo'lsa ham odamlar oladi dedi. Shu darajada bo'ldi-da. Bo'ldi. Shunday bo'lgandan keyin, chunki u kishi ungacha qilgan mehnatlari bilan xalqni yuragini ochib bera oldi. Juda ko'p asarlari bilan. Shu ma'noda yozuvchilarimiz bugungi kunda ham yangi davr endi. Yangi O'zbekiston deyapmiz. Mana shunda kishilarning ruhiyatini ichiga kalit solib ocha olyaptilarmi? Mana shu ko'proq muhim bo'ladi. Ana o'shandagina biz adabiyot xalq qalbini oynasi, bugungi o'zbek adabiyoti, bugungi o'zbek xalqini dilini ravshan yoritib beryapti deymiz. O'zi yozuvchilar uchun hamisha armon. 60-yilda Abdulla Qahhor yozgan edi. Kelasi yildagi rejangiz nima desa, odamlarni tilini uchida turgan bitta gapni topib aytsa olsamidi deb yozgan. Demak, endi yozuvchilar hammasi odamlarning tilini uchida aytay deb aytolmay turgan narsani topib yoritib bersa, u bir boshqa adabiyot bo'ladi. Hamma o'qishga intilib qoladi. Bu yerda faqat o'quvchilarni ayblash, faqat tirajdigina ayblash emas. Haligi asar o'zi zo'r bo'lsa, odamlar quvonib, qidirib, topib o'qiydi. Albatta, bugun aytib o'tganimizdek, barcha sohalarda bo'lgani kabi adabiyotimizda ham o'ziga yarasha jadal suratda yaxshi ishlar amalga oshirilyapti va buni natijasini ko'ryapmiz. Kun sayin ko'rishda davom etamiz degan umiddamiz. Barchangizga tashrif uchun, hurmatli fikrlar uchun rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, kitob va so'z qadrini bilish bu yuksak ma'naviyatdan darak. Shunday ekan, kitobga va so'zga bo'lgan muhabbatimiz hech qachon so'nmasin. Xayr, salomat bo'ling.